Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli bilimdonlar. Aziz yurtdoshlar, ekran qarshisiga yaqinroq keling. Zakot intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti va Xorazm teleradio kanali bilan hamkorlikda jonli efirga uzatilayotgan Ring intellektual o'yinining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Aziz yurtdoshlar, biz bugun studiyamizga Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litsey va Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyi o'quvchilaridan iborat jamoalarni taklif etganmiz va olqishlaringiz ostida ushbu jamoalar bilan tanishib olamiz. Demak, bular Jaloliddin Manguberdi jamoasi, Manguberdi izdoshlari jamoasi, Adolat jamoasi va Qalqon jamoalari. Va biz olqishlaringiz ostida Jaloliddin Manguberdi va Manguberdi izdoshlari jamoasini tanishtirish bilan o'yinimizni boshlaymiz. Albatta olqishlaringiz ostida. Demak, tanishib olamiz. Jaloliddin Manguberdi jamoasi. Muhammadiyor Alijonov, olqishlab turamiz jamoalarni. Bunyodbek To'raboyev, Quvonchbek Qo'ziboyev, Jamshid Turdiyev, Sardor Saidov va Behruz Omonovlar. Demak, ushbu jamoaga studiyamizga xush kelibsiz deymiz va ushbu jamoaga raqib bo'lgan Manguberdi izdoshlari jamoasini ham studiyamizga taklif etganmiz va ushbu jamoa a'zolari bilan ham tanishib o'tamiz. Tanishib olamiz. Davletboy Jaxsimuradov, Jahongir Nurullayev, Davlet Tanbayev, Asilbek Davronbekov, Mironshoh Raimov va Asadbek Farhodovlar. Demak, ushbu jamoaga ham studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Demak, bizda ilk bahsimizni Jaloliddin Manguberdi Harbiy akademik litseyi o'quvchilaridan iborat jamoalar boshlab bermoqda. Demak, o'yinimiz qonun qoidalarini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bizda jami 4 ta turdan iborat bahslar bo'lib o'tadi. Va bular ikkita saralash bahslari va ikkalasi, ya'ni qolgan ikkalasi final bahslaridan iborat turlar bo'ladi. Har bir bahsda yoki har bir turda biz 10 tadan savol o'ynaymiz. Agar qaysi jamoa raqibiga nisbatan ko'proq ochko jamg'arsa, o'sha jamoa bugungi o'yinning keyingi bosqichiga yo'l oladi. Agar qaysi jamoa matematik jihatdan raqibidan oldinlab kelsa, bizda turimiz 10 savol emas, balki undan oldinroq ham tugashi mumkin. Demak, bu qanday bo'lishini bizga albatta vaqt ko'rsatadi. Demak, biz olqishlaringiz ostida ilk saralash bahsini boshlaymiz. Diqqat qiling, birinchi saralash bahsi Jaloliddin Manguberdi va Manguberdi izdoshlari jamoasi, hisob 0-0, birinchi savol. Savolni eshiting. Hind eposi bo'lgan Ramayanada ushbu jonzotlarga 2 bora suv ichuvchilar deya ta'riflashgan. Ya'ni shunday ta'rif berishgan. Diqqat, savol. Bu qaysi jonzotlar? Vaqt ketdi. Demak, eshitamiz, bizda qizil stol. Bizda javobni Muhammadiyor beradi. Qani Muhammadiyor? Biz jamoamiz bilan kelishgan holda fil degan variantni bermoqchimiz. Nega aynan fil? Xartumi bo'lganligi uchun. Xartumi bo'lganligi uchun. U bilasizmi, oldiniga suvni xartumi bilan oladi, keyinchalik o'sha suvni og'ziga yana puflash orqali berar ekan. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan fillar haqida gap ketayotgan edi. Tabiiyki, o'sha fillarni bilasiz, ayniqsa Hindistonda fillar ularning asosiy o'sha jonzotlardan biri, qaysidir ma'noda muqaddas jonzotlardan biri deyishimiz ham mumkin. Va bizda Jaloliddin Manguberdi jamoasi bugungi o'yindagi ilk ochkoni qo'lga kiritdi. Jamoani yana bir bora olqishlaymiz. Diqqat qiling, ikkinchi savol. G'alati urushlar haqidagi maqolada yozilishicha, 1325-yil Boloniya va Modena o'rtasidagi urushga quduqdan o'g'irlangan sababchi bo'lgan ekan. Lekin bu shunchaki afsona. Sababi u urushdagi g'alaba ramzi sifatida olib ketilgan xolos. Boshqa bir haqidagi maqolada Payariq kanali ham eslab o'tiladi. Diqqat, savol. U o'rnidagi predmetni toping. Vaqt ketdi.
Demak, bizda yashil stol, eshitamiz. Bizda javobni Miranchoq beradi. Qani Mironshah? Bizning javobimiz chelak. Chelak. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan chelak haqida ketayotgan edi. Chelak. Ular quduqdagi chelakni o'g'irlab ketishgan va shundan keyin urush boshlangan deyishadi. Xuddi shuningdek bilasiz, Samarqandda aynan Chelak tumani ham bor edi. Demak, bizda ikkinchi savoldan keyin hisob tenglashdi. Hisob 1-1 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz. 3-savol. Ushbu shahar o'zining mashina sozligi bilan mashhur. Ayrim tadqiqotchilar ushbu shahar nomini Farg'onada miloddan avvalgi 6-5 asrlarda yashagan Sak qabilalari bilan bog'laydi. Savol: gap yurtimizdagi qaysi shahar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz, bizda qizil stol faol. Bizda javobni Muhammadiyor beradi. Qani? Biz jamoamiz bilan kelishgan holda Asaka degan javobni beryapmiz. Asaka. Aynan Andijonning Asaka tumani yoki shahri haqida gap ketmoqda deb o'ylayapsiz. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Asaka shahri haqida ketayotgan edi. Xuddi shuningdek bilasiz, Asaka shahrida aynan o'sha bizda eng yirik bo'lgan avtomobil zavodi ham joylashgan. Va bizda 3-savoldan keyin hisob o'zgardi. Hisob 2-1 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz navbatdagi, ya'ni 4-savol. Ushbu davlat hududidan o'tgan kanal o'sha davlat nomi bilan ataladi. Bu kanal Atlantika va Tinch okeanini tutashtiradi. Ushbu ulkan loyihani 75 mingdan ortiq ishchi amalga oshirgan. Baxtsiz hodisalar va tropik kasalliklar tufayli 20 mingga yaqin ishchi vafot etgan. Savol: ushbu davlat qaysi davlatligini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz, endi yashil stol. Bizda javobni Miranchoq beradi. Qani Mironshoh? Javobimiz Panama. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Panama davlati haqida ketayotgan edi. Va bizda hisob tenglashdi. Hisob 2-2 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz. Bizda 5-savol. Bizda odatda aynan O'zbekistonda yoki bizning oldingi o'sha davlatchilik tuzumimizda ham tabiiyki sun'iy ifloslantirish mumkin bo'lmagan. Bunga bir qancha o'sha paytdagi o'gitlar misol bo'ladi. 18-asrda Moskvadagi baliq boqiladigan suv havzalarida kir yuvish va bir jonzotni yuvish taqiqlangan. Ushbu jonzotni yuvish bilan bog'liq bo'lgan kartinani 1912-yilda rassom Petrov Vodkin chizgan ekan. Savol: qaysi jonzot? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bu savolga javobni o'zim beraman. Javob ayiq. Ayiq. Demak, ushbu daryoda ayiq cho'miltirish mumkin emas. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz, qizil stol. Bizda javobni o'zim beraman. Javob mushuk. Mushuk. Demak, mushukni cho'miltirish mumkin emas. Endi bu o'sha paytda aynan juda ham ko'pchilikda bo'ladigan qaysidir jonzot haqida gap ketayotgan edi. To'g'ri javob gap bu yerda ot haqida ketayotgan edi. To'g'ri javob ot edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Bilasiz, Petrov Vodkinning juda ham mashhur o'sha qizil otni cho'miltirish kartinasi bor. Va bizda 5-savolga kelibgina ikkala jamoada ham noto'g'ri javob varianti bo'ldi. Bundan oldingi barcha savollarga jamoalarda to'g'ri javob varianti bo'layotgan edi. Davom etamiz. 6-savol. Peruning tog'lik hududidagi Chimbote shahriga boradigan poyezdda yo'lovchilarga bir predmet tarqatiladi. Chunki ushbu tog' juda ham balandda joylashgan. Ushbu predmet yo'lovchilarning sog' salomat manzilga yetib olishlariga ko'maklashadi. Savol:
qanday predmet tarqatiladi? Vaqt ketdi. Eshitamiz qizil stol. Bizda bu savolga javobni Jamshid beradi. Qani Jamshidbek? Biz jamoamiz bilan kelishgan holda bu savolga gaz niqobi. Gaz niqobi. Sizga so'nggi Kislorod imkoniyat niqobi. beraman. Qanaqa niqob? Bu yerda nima yetishmaydi deb Bu yerda o'ylayapsiz? kislorod yetishmasligi uchun kislorod niqobi Ha, tarqatiladi. mana endi to'g'ri bo'ldi. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan kislorod niqobi haqida ketayotgan edi. U yerda o'sha kislorodli niqoblarni tarqatishgan ekan va tabiiyki bu o'sha yo'lovchilarning xavfsizligini o'ylagan holda amalga oshirilgan va bizda 6-savoldan keyin hisob o'zgardi. Hisob 3-2 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz. 7-savol. Bilasiz, dunyoda juda ham ko'plab milliarderlar bor va ularning har birining o'ziga xos qandaydir bir odatlari yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qiliqlari bor. Telbanoma milliarder Viktor Qaymga qandaydir mahsulot yoqib qolsa, kutilmagan qarorlar qabul qiladigan odati bo'lgan. Ya'ni u yo'lda boryapti, nimanidir oldi, iste'mol qildi va kutilmagan bir qarorga kelib qoladi. Savol: milliarder qanday kutilmagan qarorlar qabul qilar edi? Vaqt ketdi. Eshitamiz, bizda yana qizil stol. Bizda javobni o'zim beraman. Aha. Javob o'sha kompaniyani sotib olish. Qoyilman, javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan u o'ziga yoqib qolgan mahsulotni kompaniyasini, ya'ni ishlab chiqaradigan kompaniya tag tomiri bilan sotib olgan ekan. Va bizda 7-savoldan keyin hisob yana o'zgardi. Hisob 4-2 ko'rinishiga keldi. Jamoani yana bir bora olqishlaymiz. Ajoyib va to'g'ri javobi uchun. Davom etamiz. Navbatdagi, ya'ni 8-savol. Savolni eshiting. Shaxmat bo'yicha ko'plab xalqaro musobaqalar chempioni Zigbert Tarrash jahon chempioni Emmanuel Laskerga shunday deydi: agar siz men bilan o'yinimiz shartlari haqida suhbatlashishni istasangiz, men sizga faqat 3 ta so'zdan iborat javob beraman. Savol: o'sha 3 ta so'zni toping. Vaqt ketdi. Demak, bizda qizil stolda javob varianti bor. Endi javob variantini berishga shoshilmay turasiz, chunki agar jamoa to'g'ri javob variantini bersa, o'yinimiz, ya'ni birinchi saralash bahsimiz shu nuqtada tugaydi. Eshitamiz. Bizda javobni Muhammadiyor beradi. Qani, Muhammadiyor? Biz guruh bilan kelishgan holda shoh va mot javobini beramiz. Shoh va mot. Aynan sizning ushbu javobingiz bizda Jaloliddin izdoshlari jamoasini shoh va mot qildi. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan shoh va mot jumlalari haqida ketayotgan edi. Va bizda hisob o'zgardi, ya'ni hisob bizda yiriklashdi, ya'ni 5-2 ko'rinishiga keldi. Demak, bugungi o'yin uchun esa biz albatta Jaloliddin izdoshlari jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, barcha, ya'ni ikkala jamoaga ham hozirgi o'yin uchun tabiiyki o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz va jamoalar o'z joylarini egallashlari mumkin. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, bizda ilk saralash bahsi keskin bahslarga boy bo'ldi va ayniqsa ishtirokchilarimiz barcha savollarga to'g'ri javob variantini berishdi. Bu esa bizni quvontirdi va tabiiyki Jaloliddin Manguberdi jamoasi, Manguberdi izdoshlari jamoasi ustidan 5-2 hisobida g'alaba qozondi va bizda endi ikkinchi saralash bahsi bizni kutib turibdi va ikkinchi saralash bahsida bizda Ichki ishlar vazirligining Xorazm akademik liseyi o'quvchilaridan iborat jamoalar o'rin egallagan va ushbu jamoalar bilan tabiiyki olqishlaringiz ostida tanishib o'tamiz. Olqishlar bilan jamoani qo'llab-quvvatlab turamiz. Demak, bizda Adolat va Qalqon jamoalari va biz Adolat jamoasini tanishtirish bilan o'yinimizni davom qildiramiz. Tanishib olamiz. Ozodbek Otabekov, Charoz Rajabboyeva, Sanjar Dushamov, Nazarbek Jumaboyev, Jo'shqinbek Jaloliddinov va Jahon Abdusharipovlar. Demak, ushbu jamoaga studiyamizga xush kelibsiz deymiz va ushbu jamoaga raqib bo'lgan Qalqon jamoasini ham tanishtirib o'tamiz. Tanishib olamiz. Umidbek Jabborov, Charoz Bekturdiyeva, Farruxbek Komilov, Gulira'no Bobanazarova, Sultonali Nurmatov va Barchinoy Ahmedovalar.
Demak, ushbu jamoaga, ya'ni Qalqon jamoasiga ham studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Demak, jamoalar menimcha chekkada turgan payti o'rtadagi, ya'ni o'yin stolidagi jamoalarning savollariga bular ham tezlik bilan javob bergan bo'lishi mumkin. Lekin ko'ramiz, qaysi jamoa hozir, ya'ni o'yin stolida, ya'ni ikkinchi saralash bahsida g'olib bo'lar ekan. Eslatib o'tamiz, ushbu bahsda g'olib bo'lgan jamoa bizda bundan oldingi bahs, ya'ni Jaloliddin Manguberdi jamoasiga raqib sifatida o'yinni davom qildiradi. Demak, jamoalar tayyor bo'lsa, biz olqishlaringiz ostida ikkinchi saralash bahsini boshlaymiz. Demak, diqqat qiling, Adolat va Qalqon jamoalari ikkinchi saralash bahsi, hisob 0-0, birinchi savol. Ushbu qissada Isko'l bo'yida yashovchi 7 yoshli bola haqida hikoya qilinadi. Mo'ynoq tumanidagi bolalar sog'lomlashtirish oromgohi nomi ham ushbu asar nomi bilan bir xil. Savol: gap qaysi asar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Demak, bizda qizil stol, eshitamiz. Bu savolga bizning javobimiz oq kema. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan oq kema haqida ketayotgan edi. Oq kema haqida ketayotgan edi va bizda tabiiyki Adolat jamoasi ilk ochkosini qo'lga kiritdi. Va davom etamiz, bizda ikkinchi savol. Florida shtatida yashovchi jurnalist Bill Coyland 30 yil davomida gazetaga yoqimli va foydali she'rlarni yozib kelgan. Tabiiyki insonlar, ya'ni biz bilishimiz kerak bo'ladigan bir ma'lumotni she'riy ko'rinishda ushbu gazetadan o'qishi mumkin bo'lgan. Diqqat, savol: qanday ma'lumotni? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bu savolga javobni bizning jamoamiz a'zosi Nazarbek beradi. Qani Nazarbek? Bu savolga javob ob-havo ma'lumotlari. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan ob-havo ma'lumotlari haqida ketayotgan edi. Aynan ob-havo ma'lumotlarini ya'ni jurnalist tabiiyki gazetaga she'riy ko'rinishda yetkazib turgan ekan. Demak, bizda hisob o'zgardi. Adolat jamoasi 2-0 hisobida oldinga chiqib oldi. Va davom etamiz, bizda 3-savol. Bir 1550-yilning 12-mayida Shvetsiya qiroli Gustav II tomonidan bir shaharga asos solinadi. Dastlab shahar Helsingfors deb nomlanadi. Bu nom Helsing sharsharasi degan ma'noni anglatar edi. Diqqat, savol: biz ushbu shaharni hozirda qanday nom bilan ataymiz? Vaqt ketdi. Eshitamiz, yashil stol. Bizning javob Helsinki shahri. Ya'ni bu yerda qaysi shahar poytaxti haqida gap ketyapti? Finlandiya. Finlandiya poytaxti. Poytaxti Helsinki haqida. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Helsinki shahri haqida gap ketayotgan edi. Va bizda 3-savoldan keyin hisob biroz bo'lsa-da qisqardi. Hisob 2-1 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz navbatdagi, ya'ni 4-savol. Demak, bugun studiyamizga aynan o'sha Ichki ishlar vazirligi, shu bilan birgalikda aynan Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey, umuman olganda o'sha harbiy yoki shu sohaga oid yoshlarni to'plaganmiz va ushbu savol ham qaysidir ma'noda sizlarga yordam berishi mumkin. Bundan 3 asr ilgari bu jarayonni amalga oshirishda 50 metr masofa va barmoqlar talab etilgan. Bugungi kunda bu masofa 10 martaga qisqarib kelgan. Savol: barmoqlar o'rnini nima egallaganini ayting. Vaqt ketdi.
Demak, eshitamiz. Bu savolga bizning javobimiz o'lchov birligi. O'lchov birligi. Demak, barmoqlarning o'rniga o'lchov birligi hozirda qo'llanilib kelinmoqda. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Bizning javob metr, ya'ni o'lchagich. Metr, ya'ni o'lchagich. Endi to'g'ri javobni eshiting. To'g'ri javob. Aynan sizlarni behudaga eslamadim, chunki aynan sizlarning tayyorgarlik jarayoningizda ushbu jarayondan ham o'tishingiz talab qilinadi. Oldin 50 metr masofa bo'lgan va shunchaki barmoqlarni ko'rsatishgan. 1 yoki 2 yoki nimani ko'ryapsiz, qaysi nechta barmoq ko'ryapsiz. Hozir esa bu masofa qisqargan va uning o'rniga ko'rish jadvali yoki bo'lmasa Galavin Sivsep jadvali qo'llanilib kelinmoqda. Gap bu yerda o'sha ko'zning o'tkirligini o'lchash haqida ketayotgan edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Demak, bizda 4-savolga ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Davom etamiz navbatdagi, ya'ni 5-savol. Mahabharat dostoniga ko'ra, olam yaratilganidan keyin birinchi bo'lib Kamatxenu yer yuziga tashlangan. Kamatxenu bu bir jonzot. Diqqat, savol. Gap qaysi jonzot haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz Qizil stol. Bu savolga bizning javobimiz jamoamiz a'zosi Ozodbek beradi. Qani Ozodbek? Bu savolning javobi buka. Buka. Aniqrog'i buka yoki Sigir. sigir. Chunki Hindistonda aynan Sigir sigir muqaddas sanaladi. bo'lgani Javob sababli- to'g'ri, gap bu yerda aynan sigir haqida ketayotgan edi. Aynan sigir haqida ketayotgan edi va juda ham to'g'ri aytdingiz, Hindistonda aynan sigir muqaddas sanaladi. Va bizda 5-savoldan keyin hisob yana o'zgardi. Hisob 3-1 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz navbatdagi, ya'ni 6-savol. Juda ham mashhur futbolchi yoki bo'lmasa juda ham mashhur darvozabon bor. Bu Lev Yashin deb nomlanadi. Menimcha juda ham ko'pchilik bu nomni eshitgan bo'lsa kerak. Aslida afsonaviy Lev Yashinning to'q ko'k rangli kiyimlarda harakat qilganini biz ko'rganmiz. Lekin negadir uning o'yinlarini ko'rgan tomoshabinlar unga qora o'rgimchak deya laqab berishgan ekan. Bunga esa o'sha paytlardagi texnologiyalar sababchi edi. Savol: unga, ya'ni Lev Yashinga qora o'rgimchak nomi berilishiga nima sabab bo'lgan? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Chunki oldin televizorlar qora fonda olib berilgani uchun tomoshabinlar qora ko'rgan. Oldingi televizorlar rangli emas, balki oq-qora ko'rinishda bo'lgan. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan oldingi televizorlarning oq-qora ko'rinishda bo'lgani haqida gap ketayotgan edi. Va bizda hisob biroz bo'lsa-da qisqardi, hisob 3-2 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz bizda 7-savol. Savolni eshiting, savol juda ham oddiy. Ushbu personajga ism tanlashda terisining rangi oqligi uchun emas, balki qorli bo'ron paytida tug'ilgani uchun shunday ism qo'yishgan. Savol: qanday ism? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bu savolga javobni Gulirano beradi. Qani Gulirano? Bizning javob Oppog'oy. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Oppog'oy haqida ketayotgan edi. Javob juda ham oddiy edi, ya'ni o'sha bu bizning tilimizda tugmalik savollardan biri edi. Ya'ni Oppog'oyga uning terisining rangi emas, balki uning qorli kunda tug'ilgani sabab bo'lgan ekan. Demak, bizda 7-savoldan keyin hisob tenglashdi. Hisob 3-3 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz navbatdagi, ya'ni 8-savol. Filmdagi jang epizodini suratga olish uchun qilichbozlik o'qituvchisi taklif qilinadi. Bir necha mashg'ulotdan so'ng aktyorlar haqiqatga yaqinroq jang qilishni o'rganadilar. Biroq film rejissyori Leonid Gaydayga bu yoqmaydi.
Chunki bu komediya uchun juda jiddiylik qilar edi. Diqqat savol, gap qaysi film haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz, Yashil stol. Bu savolga javobni Bekturdieva Charas beradi. Qani, Charasxon. Eshitamiz. Bizning javob 3 mushketyor. 3 mushketyor. Qabul qildik, javob noto'g'ri. Davom etamiz. Qani, eshitamiz. Bu savolga bizning javobimiz uy operatsiyasi. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan I operatsiyasi haqida ketayotgan edi. Va bilasizmi, aynan o'sha I operatsiyasida Shurik va Nikulinning jang joyi bor, ya'ni ikkalasi o'zaro qilichbozlik qilishadi. Tabiiyki, o'sha qilichbozlikka maxsus qilichboz o'qituvchi ham taklif qilingan ekan. Va bizda 8-savoldan keyin hisob o'zgardi. Hisob 4-3 ko'rinishiga keldi. Demak, davom etamiz navbatdagi, ya'ni 9-savol. O'rta asrlarga oid bir traktatda unga shunday ta'rif berilgan. Ochko'zligi bilan bo'riga, ayyorligi bilan sherga, makkorligi va yolg'onchiligi bilan tulkiga, ikkiyuzlamachiligi bilan maymunga, hasadgo'yligi bilan ayiqqa, qasoskorligi bilan yo'lbarsga, tuhmatga moyilligi bilan itga o'xshaydi. Diqqat savol, ushbu ta'riflar egasini toping. Vaqt ketdi. Demak, bizda hozir qizil stolda javob varianti bor. Agar jamoa to'g'ri javob variantini bersa, o'yinimiz shu nuqtada tugaydi. Eshitamiz? Bizning bu savolga javobimiz razvedchik. Razvedchik. Qabul qildim, javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz? Bu savolga javobni Gulirano beradi. Qani Gulirano? Bizning javob Mowgli. Mowgli. Qabul qildik. To'g'ri javobni eshiting. Bu yerda qanaqadir bir qiyin narsani qidirish shart emas edi. Hamma deyarli barcha hayvonlar tilga olindi va u o'sha hayvonlarning odatlarini o'zida jamlagan. To'g'ri javob gap bu yerda insonga berilayotgan ta'rif edi. To'g'ri javob shunchaki insonga yoki odamga edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Lekin afsuski ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Va davom etamiz navbatdagi 10-savol. Venesuelaliklar ta'rifiga ko'ra, Venesuelaliklar unga ega bo'lishlari uchun barmoqlarini yerga tiqishlari kifoya ekan. Savol, uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Agar jamoa hozir to'g'ri javob variantini bersa, bizda qo'shimcha savollar o'qiladi. Bu savolga javobni o'zim bermoqchiman. Javob neft. Neft. Nega aynan neft? Chunki bilamizki, Venesuelada neft ko'p. Juda ham neftga boy demoqchisiz. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan neft haqida ketayotgan edi. Va ta'rifni ham juda ham to'g'ri aytdingiz. Aynan o'sha Janubiy Amerikadagi eng neftga boy hudud bu Venesuela sanaladi. Ya'ni u yerda o'sha neft olmoqchi bo'lsang, shunchaki barmog'ingni yerga tiqsang ham kifoya deb aytib o'tiladi. Demak, bizda 10-savoldan keyin hisob tenglashdi. Hisob 4-4 ko'rinishga keldi. Endi biz qo'shimcha savol yoki savollarni o'qiymiz va qaysi jamoa g'olib bo'lsa, o'sha jamoa bizda birinchi turdagi Jaloliddin Manguberdi jamoasiga raqib bo'ladi. Diqqat qiling va birinchi qo'shimcha savolni eshiting. Ushbu nomdagi mahsulot ilk marotaba 1936-yilning 30-aprel sanasida sotuvga chiqariladi. Ushbu mahsulot Mikayan nomidagi go'sht kombinati tomonidan tayyorlangan bo'lib, fuqarolik urushidan charchagan ishchilarni to'ydiradi va davolaydi deb reklama qilinadi. Savol, ushbu mahsulotni qanday nom ostida chiqqanini toping. Vaqt ketdi. Qizil stol.
Agar jamoa to'g'ri javob variantini bersa, bizda keyingi bosqichga yo'l oladi. Eshitamiz? Bu savolga bizning javobimiz kolbasa. Demak, uning nomi so'ralyapti. Demak, kolbasa undan oldin ham bo'lgan. Aynan qaysi nomdagi kolbasa? Nomi so'raldi. Eshitamiz? Demak, bir Salami. qabul qildik. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz? Bizning javob doktorskiy. Doktorskiy. Fuqarolik urushidan charchagan ishchilarni to'ydiradi va davolaydi. Gap bu yerda aynan doktorskiy kolbasasi haqida ketayotgan edi. Va aynan qo'shimcha savollar evaziga bizda Qalqon jamoasi keyingi bosqichga yo'l oldi. Lekin aynan Qalqon jamoasiga yaxshigina raqiblik qilgan Adolat jamoasini ham olqishlab qo'yamiz, chunki ushbu jamoa ham albatta bugungi o'yinimizda juda ham faol qatnashdi. Jamoani olqishlaymiz. Demak, bugungi o'yin uchun biz yana bir bora Adolat jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va jamoalar o'z joylarini egallashlari mumkin. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek bizda ikkinchi bahs ham, ya'ni ikkinchi saralash bahsi ham o'z nihoyasiga yetdi va unda Adolat jamoasi va Qalqon jamoalari o'zaro kuch sinashdi va qo'shimcha savollar evaziga 5-4 hisobida bizda Qalqon jamoasi g'olib bo'ldi. Biz endi finalda Jaloliddin Manguberdi va Qalqon jamoalari bahsiga guvoh bo'lamiz. Demak, jamoalar o'z joylarini egallagan bo'lsa, biz final bahsini boshlaymiz. Demak, biz final bahsida ikkita turdan iborat bahsni o'tkazib olamiz. Bunda ikkita tur yakuniga ko'ra qaysi jamoa 2-0 hisobida g'alaba qozonsa, o'sha jamoa bugungi o'yinimizning g'olibi bo'ladi. Demak, olqishlaringiz ostida biz o'yinimizni davom qildiramiz. Diqqat qiling. Jaloliddin Manguberdi va Qalqon jamoalari final bahsi birinchi tur, hisob 0-0. Birinchi savol. Otasi vafot etganidan so'ng Afrika shahzodasi Sundiata amakisi tomonidan surgun qilingan va vaqt o'tib o'ziga tegishli taxtni qaytarib olgan. Keyinchalik Sundiataga U deya laqab berilgan. U nomli multfilm Disney tomonidan 1994-yilda ekranlarga chiqarilgan ekan. Savol: uni nima ekanligini toping, vaqt ketdi. Demak, bizda fal start. Eshitamiz, Qizil stol. Bizda bu savolga javobni Jamshidbek beradi. Qani Jamshidbek? Biz jamoamiz bilan kelishgan holda bu sher, qirol sher. Demak, Simba. film nomi Qirol sher Qirol yoki sher, Simba. laqab Qirol sher demoqchisiz. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Qirol sher haqida ketayotgan edi va bizda Jaloliddin Manguberdi jamoasi ilk ochkosini qo'lga kiritdi, lekin bizda albatta Qalqon jamoasida ham to'g'ri javob varianti bor edi. Demak, davom etamiz. Bizda navbatdagi, ya'ni ikkinchi savol. Marble degan o'yinchoq bor. Menimcha juda ham ko'pchilik o'ynagan bo'lishi kerak. Bu o'yinchoq xuddiki shar, lekin mayda ko'rinishdagi shisha yoki turli xil o'sha kauchuk yoki boshqa narsalardan bo'ladi. Qattiqroq ko'rinishdagi shar. O'zi aslida bu marble degan o'sha marmar so'zidan kelib chiqqan. Marble sharsimon shakldagi o'yinchoqdir. Aytishlaricha, bir kuni Lasli Biro asfaltda ho'l marble yumalab ketayotganini ko'rgan va o'z ixtirosi uchun g'oya paydo bo'lgan. Savol: Lasli Biro nimani ixtiro qilganini toping, vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizning javob g'ildirak. G'ildirak. Demak, ungacha g'ildirak bo'lmagan demoqchisiz. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz, Qizil stol. Bizda javobni o'zim beraman. Bizning javob qutqaruv balonchasi. Qutqaruv balonchasi. Qabul qildik. To'g'ri javobni eshitdik. U sharik u juda ham katta emas. Taxminan diametri 3-4 sm atrofida bo'ladi va ho'l marble sharchasi
asfaltda yurganida tabiiyki o'zidan iz qoldiradi. Va keyinchalik bu o'sha Lasli Biroga sharikli ruchka g'oyasini keltirib bergan edi. To'g'ri javob gap bu yerda sharikli ruchka haqida ketayotgan edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Va bilasiz, hozirda ham biz foydalanadigan sharikli ruchka aynan ushbu prinsipda ishlaydi. Ikkinchi savolga ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Davom etamiz. Uchinchi savol. Asli andaluziyalik ixtirochi olim Abbos ibn Firnas maxsus soyabon ixtiro qilgan va uni sinash uchun Qordovadagi alfadan foydalangan. Yurtimizdagi bir alfaning qurilishi esa Xiva xoni Muhammad Aminxon o'limi sabab to'xtab qolgan. Savol: alfa o'rnidagi so'zni toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz qizil stol. Bu savolga javobni o'zim beraman. Javob minora. Muhammad Aminxon qaysi minorani qurdirgan deb o'yladi? Kalta minor. Kalta minor. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan minora haqida ketayotgan edi. Va ixtirochi tabiiyki soyabondan o'sha parashyut sifatida foydalanishni ko'zlagan edi. Va bizda 3-savoldan keyin hisob o'zgardi. Hisob 2-0 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz navbatdagi, ya'ni 4-savol. Nemis futbolchisi Filip Lam past bo'yi va maydondagi eng ko'p mehnat qiluvchi o'yinchi bo'lganligi sababli bir jonzot nomini o'ziga laqab qilib olgan. Diqqat, savol: qanday laqab? Vaqt ketdi. Eshitamiz bizda. Endi yashil stol faol. Bizning javob mehnatsevar chumoli. 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 Qabul qildik. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan chumoli haqida ketayotgan edi. Demak, gap bu yerda aynan chumoli haqida ketayotgan edi. Va 4-savoldan keyin hisob o'zgardi. Hisob 2-1 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz. 5-savol. Savolni eshiting. Savol bir muncha qiziq va albatta chuqurroq mantiqni talab qiladi. Bir asardagi ikki qahramon o'zlari uchun zarur bo'lgan formulani sira yodlarida saqlasha olishmas edi. Tasavvur qiling, ikki qahramonga formula juda ham zarur, lekin ular har doim ham uni esida saqlay olishmagan. Ularga yordamga 3-chi bir qahramon yoki do'stlari kelgan. Ya'ni o'sha do'sti ularga shunday degan: "Kelinglar, men sizlarga o'zimni xizmatimni taklif qilaman va sizlar keyin hech qachon formulani esdan chiqarmaysizlar." Diqqat, savol: uning do'sti, ya'ni o'sha 3-chi qahramon qayerda ishlar edi yoki uning shug'ullanadigan mashg'uloti qanday edi? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bu savolga javobni Gulrana beradi. Qani? Bizning javob chizgan shu formulani tatuirovka qilib. Tatuirovka qilib chizgan yoki tatu salonida ishlagan demoqchisiz. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan tatuirovka haqida ketayotgan edi. Kelinglar, men sizga ushbu formulani tatu ko'rinishida chizib qo'yaman va siz keyinchalik hech qachon buni unutmaysiz degan ma'noda gapirgan ekan. Va bizda hisob tenglashdi. Hisob 2-2 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz. Bizda 6-savol. Ochig'ini aytaman, menga bugungi o'yin juda ham yoqyapti, chunki bilimdonlarimiz, aynan ishtirokchilarimiz deyarli barcha savollarga to'g'ri javob variantini berib kelishmoqda. Demak, 6-savolni eshiting. Agar men uni yashirsam, u meni asirimdir. Agar men uni oshkor qilsam, men uni asiriman. Savol: Artur Schopenhauer nimaga yuqoridagi ta'rifni bergan? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizning javob sir. Sir. Agar siz siringizni saqlasangiz, demak u sizning asiringiz. Siringizni oshkor qilsangiz, keyinchalik uning asiriga aylanasiz. Xuddi shunday. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan sir haqida ketayotgan edi. Aynan sir haqida ketayotgan edi.
Va bizda 6-savoldan keyin Qalqon jamoasi oldinga chiqib oldi. Hisob 3-2 ko'rinishiga keldi. Va davom etamiz. Bizda 7-savol. Ushbu savolga ham chuqur bir mantiq bilan yondashsangiz to'g'ri javobni albatta topasiz. The Birds, ya'ni qushlar deb nomlangan musiqiy guruhning asoschilaridan biri Gene Clark ma'lum sababga ko'ra guruhni tark etishiga to'g'ri keladi. Savol: uni guruhni tark etishiga majbur qilgan sababni toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bu savolga javobni Umidbek beradi. Qani Umidbek? Bizning javobimiz farzandli bo'ladi. Demak, u farzandli bo'ladi va guruhni tark etishga majbur bo'ladi. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Bizda javobni o'zim beraman. Javob ko'chish, ya'ni g'arbga uchib ketish yoki shimolga uchib ketish. Yo'q, u biror joyga ko'chib ketadi demoqchimisiz? Shunday qushlar Yo, u musiqiy guruh a'zosi, xuddi sizday, bizday, xuddi shunday ko'chib ketish. Ko'chib ketish. Qabul qildik. Endi to'g'ri javobni eshiting. To'g'ri javobni eshiting. Guruhning nomi to'g'ri, o'sha aynan guruhning nomidan borsangiz to'g'ri javob variantini topar edingiz. U o'sha guruhdagi uchishdan qo'rqadigan yagona guruh a'zosi edi. Ya'ni u samolyotda uchishdan qo'rqqan ekan. Bilasizki, tabiiyki o'sha guruhlar turli xil konsertlar uchun turli hududlarga uchib borishiga to'g'ri keladi va ushbu ya'ni Gene Clark o'sha guruh nomiga ters ravishda uchishdan qo'rqqan ekan. Olqishlarga arziydigan savol edi. Lekin bizda hisob o'zgarmadi. Hisob hali ham 7-savoldan keyin 3-2 ko'rinishida. Davom etamiz. 8-savol. Shvetsiyaning Hasselblad firmasi butun dunyoga mashhur bo'lgan Hasselblad fotoapparati orqali olingan surat bilan faxrlanadi. Savol: bundan 50 yillar oldin ushbu surat qayerda olingan edi? Vaqt ketdi. Demak, bizda yashil stol eshitamiz. Bu savolga o'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Kosmosda olingan. Aniqrog'i Fazoda. fazo. Demak, aynan fazoda olingan. Afsus, bu javobni qabul qila olmaymiz. Davom etamiz. Eshitamiz. Bu savolga javobni Jamshidbek beradi. Eshitamiz Jamshidbek. Biz jamoamizdan kelishgan holda oyda Mana endi javob to'g'ri bo'ldi. Biz jamoaga 2 marotaba imkoniyat berdik. Afsus, jamoa kosmosda. Gap bu yerda aynan 1969-yilda Oy yuzasida olingan surat haqida ketayotgan edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Va bizda 8-savoldan keyin hisob tenglashdi. Hisob 3-3 ko'rinishiga keldi. Biz jamoadan 2 marotaba qaytarib so'radik. Demak, chunki undan oldin kosmosda bemalol suratga olish ishlari bo'lgan. Lekin gap bu yerda 69-yildagi, bilasiz, aynan 1969-yilda AQSh kosmik stansiyasi bu, ya'ni Apollon 11 Oyga qo'ngan. Davom etamiz. 9-savol. 9 nomli animatsion film post apokaliptik janrda bo'lib, jonsiz va yaroqsiz holga kelgan yer yuzasiga egalik qilayotgan mashinalarga qarshi kurashadigan 9 ta kichik robot qo'g'irchoqlar haqida. 9 filmining premyerasi aynan ushbu sanada bo'lgani mantiqiy. Diqqat, savol: ushbu sanani aniq va to'liq ayting. Vaqt ketdi. Demak, eshitamiz. Bizda qizil stol. Bizda savolga javobni Sardorbek beradi. Qani? Biz jamoa bilan kelishgan holda 9-sentyabr degan javob beramiz. Aniqrog'i kerak. 9-sentyabr qaysi yil? Yili ham kerak. 2009-yil. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan 2009-yil 9-sentyabr sanasi haqida ketayotgan edi. Olqishlaymiz. Olqishlaymiz. Va savol ham behudaga 9 emas edi.
Va bizda 9-savoldan keyin hisob 4-3 ko'rinishiga keldi. Endi bu degani bizda har bir savol Qalqon jamoasi uchun so'nggisi bo'lishi mumkin. Davom etamiz. 10-savol. Samolyotni o'g'irlab qochishdan ko'zlangan maqsadni anglagan izquvar jinoyatchining ismini sir tutadi. Ya'ni bir jinoyatchi samolyotni o'g'irlab ketadi va uning maqsadi aslida boshqa narsa edi. Buni anglagan tabiiyki o'sha izquvar uning ismini sir tutadi. Va u shunday deydi: insoniyat tarixida bitta u yetarlidir. Diqqat, savol. U o'rnidagi ismni toping. Vaqt ketdi. Qoyilman, eshitamiz Qizil stol. Bizda bu savolga javobni Muhammad Diyor beradi. Qani? Jamoamiz bilan kelishgan holda demonstrat javobini bermoqchimiz. Ya'ni Afina ma'budi ibodatxonasini yoqib tashlagani uchun yana ikkinchisi kerak emas. Yo'q, qabul qilamiz, lekin ozgina sizda aniqlashtirishlar kerak. Demonstrat emas, Gerostat. Gerostrat. Va Afinami o'sha Artemida ibodatxonasini yoqqan. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan Gerostrat haqida ketayotgan edi. Aynan jamoa o'sha narsani nazarda tutayotgani uchun qabul qildik. Demak, bilasiz, aynan o'sha Gerostrat ham tarixda o'zining nomini qoldirish uchun yuqoridagi ishni qilgan va tabiiyki ushbu samolyotni o'g'irlagan jinoyatchi ham o'zining nomini tarixda qoldirmoqchi bo'lgan. Va bizda 10-savoldan keyin hisob yiriklashdi. Hisob 5-3 ko'rinishiga keldi. Bu degani bizda birinchi, ya'ni final bahsining birinchi turini Jaloliddin Manguberdi jamoasi o'z foydasiga hal qildi. Jamoani olqishlaymiz, olqishlaymiz, olqishlaymiz. Demak, bizda final bahsining birinchi turi o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni bizda Jaloliddin Manguberdi jamoasi Qalqon jamoasi ustidan hozircha 1-0 hisobida g'alaba qozonmoqda. Demak, biz hisobni 0-0 ko'rinishiga keltiramiz va biz final bahsini ikkinchi turini boshlaymiz. Olqishlaringiz ostida albatta. Diqqat qiling. Ikkinchi final bahsi Jaloliddin Manguberdi va Qalqon jamoalari, hisob 0-0. Birinchi savol. Venesueladagi Sierra de la Neblina tog'ining cho'qqisida flora va faunaning ko'plab turlari saqlanib qolgan. Shuning uchun bu tog' X ga qiyoslanadi. Diqqat, savol. X ni atoqli ot qatnashtirib, ikki so'z bilan ayting. Vaqt ketdi. Demak, bizda fal start. Eshitamiz. Bizning javob Qizil kitobga. Qizil kitobga. Javob noto'g'ri. Demak, bizda bu jamoada, ya'ni Qizil stolda fal start bo'ldi. Endi to'g'ri javobni eshiting. Juda ham ko'plab u yerda turlar saqlanib qolgan. Atoqli ot qatnashtirish deganda qandaydir bir ismni qatnashtirish kerak edi. Gap bu yerda Nuh kemasi haqida ketayotgan edi. Bilasiz, Nuh kemasida ham turli xil jonzotlardan juft-juftdan qabul qilingan ekan. Olqishlarga arziydigan savol edi. Demak, bizda birinchi, ya'ni final bahsining ikkinchi turining birinchi savolida ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. Davom etamiz. Ikkinchi savol. U tufayli ekvatorial Gvineyalik suzuvchi o'ta yomon vaqt ko'rsatkichi bilan ham guruhdagi eng yaxshi ishtirokchiga aylangan. Biz uni bugun studiyamizda bir necha marotaba guvohi bo'ldik. Diqqat, savol. U nima? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bu savolga o'zim javob berib ko'rmoqchiman. Fal start. Fal start. U qanday qilib chempion bo'lgan yoki yomon natija bilan yutgan deb o'ylaysiz? Vaqtidan oldin. Bilasizmi, uning barcha Muddatidan raqiblari fal start orqali u musobaqadan chetlashtirilgan va uning yakka o'zi musobaqada qatnashishiga to'g'ri kelgan va bugun biz o'yinimizda, hatto bundan oldingi savolda ham fal startning guvohi bo'ldik. Javob to'g'ri, gap bu yerda ham fal start haqida ketayotgan edi. Va ikkinchi savoldan keyin hisob ochildi. Hisob 1-0 ko'rinishiga keldi.
Davom etamiz navbatdagi, ya'ni 3-savol. Vatikandagi Avliyo Pyotr sabori qurilishi uchun juda ko'p marmar va toshlar ishlatilgan. Ba'zi tadqiqotchilar uning hozirgi ko'rinishga kelib qolishiga sabablardan biri sifatida Avliyo Pyotr saborini aytishadi. Diqqat, savol. Uni nima ekanligini toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz, demak bizda yashil stol. Bizning javob tinchlik haykali, ozodlik haykali. Demak, ozodlik haykalining ko'rinishiga aynan Avliyo Pyotr sabori sababchi bo'lgan. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Uni shu holatiga kelib qolishga Kolizey bor. Netib ketgan qo'sh. O'zing bilasan. Eshitamiz. Bizda javobni o'zim beraman. Javob Piza minorasi. Piza minorasi. Demak, to'g'ri javobni eshitdik. Ikkala jamoada ham noto'g'ri javob varianti bo'ldi. Umuman olganda ozodlik haykali bilasizmi yo'qmi? Misdan yasalgan, unga hech qanaqa marmarning aloqasi yo'q. Buning ustiga u tabiiyki bilgan bo'lsangiz, o'sha Fransiyadan sovg'a qilingan. To'g'ri javob, gap bu yerda Kolizey haqida ketayotgan edi. Aynan Kolizeyning hozirgi ko'rinishiga kelishiga o'sha Avliyo Pyotr sabori sababchi bo'lgan deyishadi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Bilasiz, hozirda o'sha Kolizey amfiteatri bir muncha buzilganroq ko'rinishga kelgan. Davom etamiz, bizda 4-savol. Serb tilida qamaras bu pashshani bildiradi. Endi rus tilida ham xuddi o'sha qamar bu pashshani bildirgani kabi. Magaraz esa eshak degani. Serb tilida bizdagi maqolning analogida asosan pashsha va eshak tilga olinadi. Diqqat, savol. Bizdagi maqolda eshak o'rnida qaysi jonzot tilga olinadi? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizning javob fil. Ya'ni Maqolning o'zi fildan nima? pashsha yasash. Teskarisiga. Pashshadan fil yasash. Bugun jamoa sardorining ochig'ini aytaman, men tanimayapman. Pashshadan fil yasash haqida gap ketayotgan. Javob to'g'ri, gap bu yerda aynan fil haqida ketayotgan edi. Aynan fil haqida ketayotgan edi. Va bizda tabiiyki 4-savoldan keyin hisob o'zgardi. Hisob 2-0 ko'rinishiga keldi. Davom etamiz navbatdagi, ya'ni 5-savol. Savolni eshiting. Shumerlar osmonni An deb atashgan. Yer bo'lmagan osmon, ya'ni yeri yo'q cheksiz osmonni esa ushbu so'z bilan atashgan. Diqqat, savol, qaysi so'z bilan? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Qani, qizil stol. Bizda javobni o'zim beraman. Javob koinot. Koinot. Endi shumercha qaysidir bir so'zni aytish kerak edi. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Bu savolga javobni Guldirana beradi. Qani? Bizning javob Anna. Aniqrog'i? Na. Qabul qildik. Na. Endi to'g'ri javobni eshiting. To'g'ri javobni. Bu tabiiyki siz u bizga tanish qandaydir bir so'z bo'lishi kerak. Yer bo'lmagan tabiiyki katta joy bo'lishi kerak. Aniq ham bo'lishi kerak u yerda albatta. To'g'ri javob, gap bu yerda okean so'zi haqida ketayotgan edi. Yer bo'lmagan osmon bu okean deb nomlangan shumerlar tilida. Olqishlarga arziydigan savol edi. Demak, bizda 5-savoldan keyin hisob 2-0 ko'rinishida. Demak, davom etamiz navbatdagi, ya'ni 6-savol. Buyuk Britaniyalik siyosatchi Nancy Astorning uyida ko'plab mashhurlar yig'ilib turishgan. Charlie Chaplinning yozishicha, har safar Nancy Astorning uyiga borganida u o'zini boshqa bir
ayolnikiga borgandek his qilar ekan. Chunki Nensi Astorning uyida tabiiyki juda ham ko'plab mashhurlar bor demoqchi. Diqqat, savol. 1761-yilda tug'ilgan o'sha ayolni kimligini ayting, vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizda javobni o'zim beraman. Javob Mona Lisa. Mona Lisa javob noto'g'ri. Eshitamiz. Bu savolga javobni Charos beradi. Qani Charos? Bizning javob Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Qabul qildik. Demak, juda ham ko'plab tanish chehralar u yerda bo'lishi kerak. Gap bu yerda Madame Tussauds haqida ketayotgan edi. Bilasiz, Madame Tussaudsning ham juda ham mashhur o'sha mashhurlardan iborat mum haykallar muzeyi bor. To'g'ri javob Madame Tussauds haqida ketayotgan edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Olqishlarga arziydigan savol edi. Demak, bizda hisob o'zgarmadi. Hisob hali ham 2-0 va davom etamiz. 7-savol. Savolni eshiting. Eng yaxshi 100 ta asar reytingida birinchi o'rinda Urush va tinchlik, ikkinchi o'rinda 1984 asarlari turibdi. 8-o'rinni birdaniga 2 ta asar band etgan. Ushbu asarlar miloddan avvalgi 8-asrda yaratilgan. Savol: har ikkala asarni ham ayting, vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizning javob Iliada va Odisseya. Odissey va Iliada. Gap bu yerda aynan Gomerning Odissey va Iliada asarlari haqida ketayotgan. Javob to'g'ri, gap bu yerda Iliada va Odissey haqida ketmoqda. Va bizda 7-savoldan keyin hisob 3-0 ko'rinishiga kelib qoldi. Hisob 3-0 hozircha va davom etamiz navbatdagi, ya'ni 8-savol. 2019-yilda Pokistonda Qur'on oyatlari bitilgan turli qo'lyozmalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada turli buyumlarga bitilgan oyatlar namoyish etildi. Ushbu ko'rgazma ma'lumotnomasida yurtimizdagi bir shaharning nomini ham uchratishimiz mumkin. Savol: gap qaysi shahar haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizda bu savolga javobni Jamshidbek beradi. Qani Jamshidbek? Biz jamoamiz bilan kelishgan holda bu javob Buxoro. Buxoro. Qabul qildik. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Bu savolga javobni Ahmedova Barchanoy beradi. Agar Barchanoy hozir to'g'ri javob variantini bersa, bizda demak ushbu turning g'olibi tabiiyki bizda Qalqon jamoasi bo'ladi. Eshitamiz. Bizning javob Kitob shahri. Kitob shahri. Qabul qildik. To'g'ri javobni eshiting, to'g'ri javobni. Bizda tabiiyki 8-savol. Bu savoldan keyin agar har bir noto'g'ri javob varianti bizda tabiiyki Jaloliddin Manguberdi jamoasining ushbu bahsda mag'lubiyatini ta'minlar edi. Va aynan shunday bo'lib qoldi. Ya'ni bizda 8-savolga jamoa noto'g'ri javob variantini berdi. To'g'ri javobni eshiting. Turli narsalarga bitilgan Qur'on oyatlari va bizning yurtimizdan u yerga juda ham bir sifatli narsa borgan va ushbu narsa bizning yurtimizdagi bir shaharda tayyorlangan. To'g'ri javob, gap bu yerda Samarqand haqida ketayotgan edi va bilasiz, juda ham mashhur Samarqand qog'ozlari bor edi. Va bizda olqishlaringiz bilan biz ushbu bahsni nihoyalab qo'yamiz. Ya'ni bizda 8-savoldan keyin hisob o'zgarmadi. Hisob 3-0. Bu degani ushbu bahsda bizda Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik liseyining Qalqon jamoasi g'alaba qozondi. Va bizda umumiy hisob 1-1 ko'rinishiga keldi. Biz endi qo'shimcha savol yoki savollarga o'tamiz. Tabiiyki bizda hisob 0-0 ko'rinishiga keltiriladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, oldiniga bitta murakkab savol beramiz. Qaysi jamoa to'g'ri javob variantini bersa, o'sha jamoa studiyamizni g'olib sifatida tark etadi. Bir fizik mashhur bir shahardan o'zining shahriga keladi va o'zining shaxsiy mashinasining
orqa o'rindig'iga o'tiradi va bir muncha muddat haydovchini kutadi. Savol: u bundan bir muddat oldin qaysi shahardan yoki Yevropaning qaysi shahridan kelgan edi? Vaqt ketdi. Eshitamiz. Bizning javob taxmin qilib ko'rmoqchimiz Niderlandiya davlatidan. Shahar so'raldi. Antwerpen. Antwerpendan kelgan. Javob noto'g'ri. Davom etamiz. Eshitamiz. Qizil stol. Bizda bu savolga javobni o'zim beraman. Javob Bavariya. Bavariya shahri. Demak, ikkala jamoada ham to'g'ri javob varianti bo'lmadi. To'g'ri javobni eshiting. To'g'ri javob gap bu yerda Stockholm shahri haqida ketayotgan edi va u fizik bundan bir necha muddat oldin tabiiyki Nobel mukofoti topshirilish jarayonidan qaytgan edi va bilasiz, Nobel mukofoti aynan Stockholm shahrida beriladi. Shu bilan birgalikda har bir laureatni tabiiyki u yerda shaxsiy mashina emas, balki o'sha musobaqaga, ya'ni tantanali marosimga olib boradigan limuzinda olib ketishar edi. Demak, birinchi qo'shimcha savoldan keyin ikkala jamoada ham ochko yo'q. Davom etamiz navbatdagi, ya'ni ikkinchi savol. Ehtimol menga bu g'olibni aniqlashda yurtdoshimiz Abu Ali ibn Sino yordam berar. Savolni eshiting. Tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino go'dak tanasini chiniqtiruvchi ikki muhim vositani alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, birinchisi alla. U go'dak uchun ruhiy ozuqa vazifasini o'taydi. Ikkinchisi esa bevosita go'dakni tanasini chiniqtiruvchi predmetdir. Diqqat, savol. Ikkinchi vositani toping. Vaqt ketdi. Eshitamiz qizil stol. Agar jamoa to'g'ri javob variantini bersa, bugungi o'yinimiz g'olibi bo'ladi. Bizda bu savolga javobni o'zim beraman. Javob beshik. Olqishlar. Javob to'g'ri. Gap bu yerda aynan beshik haqida ketayotgan edi. Aynan beshik haqida ketayotgan edi. Tabiiyki o'sha go'dakni tanasini chiniqtirish uchun bizda go'dakni beshikka belash odati bor edi. Demak, biz g'olib jamoani, ya'ni Jaloliddin Manguberdi jamoasini yana bir bora tanishtirib o'tamiz va albatta olqishlab turamiz. Tanishib olamiz. Muhammadiyor Alijonov. Olqishlaymiz. Bunyodbek To'raboyev, Quvonchbek Qo'ziboyev, Jamshid Turdiyev, Sardor Saidov va Behruz Omonovlar. Demak, bugungi studiyamizga tashrif buyurgan to'rtala jamoaga ham tabiiyki o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta biz o'quvchilarimizga o'qish va ishlarida tabiiyki muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Demak, bugungi o'yin uchun esa barcha to'rtala jamoaga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va jamoalarni yana bir bora olqishlaymiz. Mana yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, bugun juda ham bir qiziqarli bahslarga boy bo'lib o'tgan navbatdagi Brain Ring intellektual o'yinimizning jonli efirdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Biz kelasi hafta yana jonli efirlarda sizga Brain Ring intellektual o'yinini taqdim etamiz. Bugungi o'yin esa o'z nihoyasiga yetdi. Yana jonli efirlarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.